ko'chmas mulk shunaqangi narsa, har yildan yilda narxi o'sib borishi mumkin, lekin pastga tashlamaydi. Mana misol o'zimizdan kelib chiqqan holda 20 yillik aqliy tajribamiz bo'lsa, 20 yil oldin Toshkentda uylarning narxi primer 2000-2500 dollar edi. Общий primer o'rtacha narxi. Hozirga kelib uylarning narxi уже 60 ming dollar sredniy bo'lyapti, 2 xonali uylar narxi. Mana bu 20 yil ichida narxi 30 barobardan ham ziyodroq oshganini bildiryapti. Bu degani har yilida ko'chmas mulk narxi oshib borishi mumkin. Bu tajribamiz yuzasidan 2018-yildan boshlab qurgan uylarimizdan misol keltirishimiz mumkin. 2018-yil tayyor remont holatdagi uylarimizni 3.500-3.400 mingdan sotganmiz 1 metr kvadratini. Hozirda 7,5 milliongacha sotilyapti 1 metr kvadrat uylarimiz narxi. Mana 7 yil ichida teng barobardan ham ziyodga narxlar oshib boryapti. Kafolatlangan ham ijara berib boradi oyma-oy, ijaraga berib qo'ysangiz, ham mulk hisobida pulingiz qadrini yo'qotmaydi. Oshib boraveradi.